tarkibiga iblis so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'zning kelib chiqishi borasida anchagina ixtiloflar mavjud. Musulmonlar orasida keng tarqalgan farazga ko'ra iblis so'zi abalasa, ya'ni umidsizlikka tushish fe'lidan olingan deydi. Ya'ni umidsiz degan ma'nosi bor dedi abalasa. Lekin ba'zi tadqiqotchilar iblis so'zini yunon tilidagi diabolos so'zidan olingan deb qaraydi. Yunon tilidagi bu diabolos so'zi esa biz aytib o'tganimizdek, umumiy hind-oriy ildizga ega bo'lgan, deva, diavolos, dev kabi so'zlar bilan asoslash hisoblanadi. Yunonlar xristianlikni qabul qilgandan keyin, o'sha xristianlik bilamiz, dastavval ibroniy tilida bo'lgan, uni asosiy manbalari, yo'riqlari, keyinchalik Rim imperiyasida xristianlik tarqala boshlaganda, uning orasiga ibroniy terminlarning orasiga yunoncha terminlar ham qo'shilib borgan. Shulardan bittasi demak diabolos so'zi bo'lib, aynan satan xristianlikdagi satan termini bilan muqobil variant sifatida qo'llana boshlagan. Ya'ni kimdir satan desa, ya'ni bandalarni yo'ldan ozdiruvchi, yovuz ruh, yovuz farishta ma'nosida, kimdir diabolos shaklida ishlatgan. Va islomgacha bo'lgan davrda o'sha Suriya hududlari, biz bilamizki, Sharqiy Rim imperiyasi Vizantiyaga qarashli hududlar bo'lgan va u yerda yashagan somiy xalqlarning aksariyati yunon tilidagi xristianlikka e'tiqod qila boshlagan. Va ularning tilida bir vaqtning o'zida o'sha satan so'zi bilan birga dev so'zi ham iste'molda bo'lgan. Va eng qizig'i Suriyoniy tilida d degan alt artikl ham mavjud bo'lgan. Ya'ni bu arab tilidagi al artikli yoki ingliz tilidagi the artikliga o'xshagan artikl bo'lgan. Olimlar deyishadiki, arablar aynan o'sha so'zni o'zlashtirayotganda o'sha Suriyoniy artiklni tashlab, so'zni o'zagini o'zlashtirgan. Ya'ni diabolosdan d-sini olib tashlab, iblis shaklida arab tiliga o'zlashgan degan qarash ham mavjud. Umuman arab manbalarida iblis degan so'z aynan islomdan keyingi adabiyotda, keyingi manbalardagina uchraydi.